500 ming dollar traderlarga balans beramiz. Xo'p, meni shogirdim Sardor necha yillar davomida Asanoy balansini boshqaradi. Mirjalil va ularning shogirdlari Muslimgana 5 oy oldin balans bergandik. 5 oy stabil savdoda. Mana men aytganman bularga, ilm olinglar, men sizlarga balans qilib beraman deb va'damni ustidan chiqaman. Mana bugun yilni boshi bo'lgani uchun balanslarga qo'shimcha tarzda beramiz. Bitta narsa, mana hammasi shu yerda savdo qiladi. Polностью shu yerda savdo qilib, shu yerda faoliyatini yuritadi. Menda monitoring bor, hammasi bor. Bular foyda qilishadi, men investitsiya beraman. Bular foyda qilishadi 50 ga 50. Ya'ni bular 50% ni oladi, men 50% ni olaman. Bu trading. Bu qimor emas. Agar sizda ilm bo'lsa, bilim bo'lsa, real investitsiya o'zi sizni topib keladi. Mana naqd pul agar ko'p kishi aytadi, что pul bermayapsiz deganlarga ko'rsataman, что endi keyin taxlaysizlar-da, что naqd pul, что shuni ham gap qilib chiqmanglar keyin. Xo'p, nima demoqchiman? Ilm olinglar, mehnat qilinglar, statistika qilinglar, hamma vaqt o'zlaringizga ishoninglar. Sizga investitsiya berishadi. Gambling qilib, qimor qilib, bir kishining oldiga borib, men 100% daromad qilaman, 50% daromad qilaman desalar, hech kim sizlarga bermaydi. Shularning oylik daromadi 4%, 3%, 6%, 14% gacha ham chiqqanlari bor. Lekin bular hech qanaqasiga razgon qilib 102%, 200% qilmaydi. Menga bunaqa traderlar kerak ham emas. Menga birinchi navbatda investor sifatida pulimni xavfsizligi muhim. Keyingi o'rinda daromad. O'sha uchun ilm olinglar, o'qinglar, real soha qilaylik, buni ham Amerikada qilaylik O'zbekistonda tradingni. Qimorxona qilmaylik.